Onajonim jon taslim qilayotgan holatimni ko'rib, mayitning ortidan g'iybat qilmanglar. Bu g'iybatlarimning eng yomonidir. Bu qiyinchiliklar ba'zilar uchun dunyodagi gunohlariga kafforat ekan. Jonim, onam, sizga ruhimni qay tarzda olganlarini tushuntirib beraymi? Biroz oldin aytganimdek, o'lim farishtasi farishtalar bilan oldimga keldi. Ulardan 2 farishta vazifalarni bajarishga kirishib, oyoqlarimdan boshlab vujudimda burchaklariga qochgan ruhimni yuqoriga tortdilar. Ko'krak qafasimga qadar olib ketdilar. Shunda o'lim farishtasi ishga kirishdi. U ruhimni sug'orib oldi. Ming afsus, mening ruhimni azob farishtasiga berdi. Chunki holatim shuni taqozo qilardi, onajon. Halbuki dunyodagi amallarim yaxshi bo'lganida edi, o'lim farishtasi ruhimni rahmat farishtasiga berar, u ruhimni Allohning huzurigacha olib borar ekan. Bilasizmi, onajon? Siz mening jasadimni kafanlayotganingizda, ular ham Allohning huzuriga olib borish uchun ruhimni kafanlayotgan edilar. Siz buni ko'ra olmadingiz, onajon. Dunyodagi do'stlarim yelkalarida meni ko'tarib tuproqning ostiga ko'mar-ko'mmas, farishtalar ruhimni qaytadan badanimga kirgizdilar. Hushim o'zimga keldi. Bilasizmi, onajon? Farishtalar ruhimni dunyo osmoniga ko'tarib, eshikning ochilishini kutar ekanlar. Yaxshi amallari bo'lmagani uchun eshik ochilmadi. Ular esa ruhimni yomon amallari joyi bo'lgan Sijjinga olib borib qayd ettirdilar. Ey onajon, agar yaxshi amallarim ko'p bo'lsa edi, ruhimni Illiyunga qayd etardilar. Bundan tashqari, u yerda yaxshi insonlarning ruhlari bilan uchrashib, ulardan falon kishi o'ldi, sizlarning oldingizga kelmadimi deb so'rardim. Ular esa uni o'lib jahannamga yuborilganini va osmon eshiklari unga ham ochilmaganini aytgan bo'lar edilar. Onajonim, jonim, onam, o'g'lim o'ldi deb ko'zlarimni yumgandingiz-ku. O'sha paytda men bir nuqtaga qarar va badanimdan olingan ruhni kuzatib turardim. Ba'zilaringiz baqirib, marsiyalar bilan tizzalaringizga urib yig'lay boshladingiz. Bu meni xafa qilardi. Menga azob berardi u yig'lar. U yerda to'planganlarning ba'zilari men uchun rahmat tiladilar. Xayrli duo qildilar. Ular meni naqadar xursand qilganini bilasizmi? Chunki ularning duolariga qo'shilib malaklar amin der edilar. Shundan so'ng siz ko'zlarimni yopdingiz. Men esa badanimdan olingan ruhimni kuzatib turardim. Biroz so'ng yegimni bog'lashga kirishdingiz. Oyoqlarimning muzlaganini siz ham his etdingiz. Oyoqlarim barmoqlarini bir-biriga qattiq tortib bog'ladingiz. Faqat o'limim xabarini do'stlariga xabar berishda e'tiborsiz harakat qildingiz. Janozamda ko'proq insonlar to'planishini juda orziqib kutdim. Chunki ularning ko'pligi men uchun shafoat edi. Masjid eshigiga qadar kelib janoza namozini o'qimaganlarga onajon juda achindim. Meni bu yerga qadar olib kelib yaxshi ish qildilar-u, ammo janoza namozini o'qisalar qanday yaxshi bo'lar edi. Nafaqat men uchun, balki o'zlari uchun ham yaxshi bo'lardi-ku, onajon. Nega odamlar tirikliklarida tushunishmaydi? Bir haqiqatni anglab yetish uchun nahotki bir inson vafot etib tushunish kerak, onajon. Onajon, o'sha kuni qabrimning ziyoratiga kelgan edingiz-ku, esingizdami? Siz menga salom berdingiz.
Men ham alik oldim, eshitdingizmi? Sizning ziyoratingizdan ko'ra men Qur'on tilovat qilishingizni, duoda bo'lishingizni hasrat bilan kutaman. Tez-tez duo qilib turing, onajon. Menga salom berganingizdan so'ng menga mag'firat tilang. Xo'pmi, onajon? Onajon, bu yerda mening ahvolim juda yomon. Dunyodagi amallarimning azobini chekyapman. Har bir narsa javobi bilan ekan. Ruhim azoblar ichida, na osmon, na yerdaman. Ikkisi orasida qoldim, onajon. Koshki dunyodaligimda solih amallar, ya'ni yaxshi ishlar qilsaydim, hozir illiyunda bo'lar edim. Joyim ham aniq bo'lar edi. Juda istardim shu holatni, onajon. Chunki dunyoda Allohga bergan va'dasiga vafodor bo'lgan, to'g'ri bo'lgan, yaxshi amallar qilganlar borki, ular bu yerda jannatga o'xshash qabr hayotini yashamoqdalar. Shunday bo'lsa-da, hozirgi holatimga ham shukr qilaman. Hech bo'lmasa meni qutqaradigan iymonim bor. Zero kofirlarning, munofiqlarning holati bundan ham battar. Onajon, ularning ruhlari 7 qavat yer ostidagi sijjinda, qora qushlarning og'zida azob chekyaptilar. Bu yerda bir-biri bilan ko'rishish mumkin. Faqat bunday imkoniyat yaxshi amallar qilganlar uchun beriladi. Solih amalli insonlar bir-birlarini ziyorat qiladilar. Dunyodagi bo'lgan va bo'ladigan narsalar haqida muhokama qiladilar. Ammo hamma ham bir-biri bilan ko'risha olmaydi. Bunga faqat amalda bir-biriga yaqin darajadagilar muvaffaq bo'ladilar. Men esa hech kim bilan ko'risha olmayapman. Xuddi qamoqdagi kabi. Balki bu yerga gunohlarim bilan birga kelganim uchun menga ruxsat berilmayotgandir. Bu yerning qonuni shunday, onajon. Qaniydi, dunyoda ekanimda yaxshi amallar qilsaydim va bu yerga xayrli amallar bilan kelsaydim. Shunda otamni ham ko'ra olardim, onajon. Uni shunchalar sog'indimki, uning chiroyli amallari uni qutqarardi. Qutqardi ham, onajon. Mening azob joyimda esa uni ko'rish imkonsiz bo'lib qoldi.